2026-yilgi Jahon chempionati ishtirokchilaridan biri bo'lgan Misr terma jamoasi haqida qiziqarli faktlar. Misr Afrika qit'asida joylashgan mamlakat bo'lib, uning poytaxti Qohira shahri hisoblanadi. Misr futbol assotsiatsiyasi Afrika futbol konfederatsiyasi a'zosidir. Misr terma jamoasi Afrika qit'asida saralashda guruhdan o'rin egallab, birinchi o'rin bilan yo'llanmani qo'lga kiritdi. 23-bor o'tkaziladigan mundial bahslarida 4-bor qatnashadi. Ilk ishtiroki 1934-yilgi Italiya mundiali. 3 mundialning barchasida guruh bosqichida qolib ketgan. Jahon chempionatida Misr terma jamoasi safida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilar ro'yxati. Jahon chempionatida Misr terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan futbolchilar ro'yxati. Abdelrahman Fayzi Misr terma jamoasi safida jahon chempionatida eng yosh maydonga tushgan futbolchi. Magdi Abdug'ani Misr terma jamoasi safida jahon chempionatida eng yosh katta maydonga tushgan futbolchi. Misr jahon chempionatida G guruhdan o'rin egallab, uning raqiblari Belgiya, Misr hamda Yangi Zelandiya. Mundialni Belgiya bilan bahs bilan boshladi. Ikkinchi turda Yangi Zelandiya bilan, uchinchi turda esa Eron bilan bahs olib boradi.